Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun boshlang'ich ta'limda innovatsiya fanini 4-ma'ruza mashg'ulotini boshlaymiz. Bugungi mavzumiz boshlang'ich sinf o'qituvchisining innovatsion faoliyati. Mavzuni yozib oling. Rejalar qismiga o'tamiz. Rejalar. Birinchi rejamiz o'qituvchi kasbi, ikkinchi reja bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion faoliyati, uchinchi reja boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion salohiyati, to'rtinchi rejamiz boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion faoliyatini baholash. Kalit so'zlar bugungi darsimizda tayanch tushunchalari ham desa ham bo'ladi. Innovatsiya, innovatika, innovatsion jarayon, innovatsion faoliyat, innovatsion muhit, novator, innovatsion pedagog loyiha, innovatsion reja, innovatsion g'oya, innovatsion ta'lim, innovatsion texnologiya, innovatsion ta'lim muassasasi hisoblanadi. Dunyoda shunday bir kasb borki, qolgan barcha kasblar uning mehnati evaziga shakllanadi. Bu kasb o'qituvchilik. Har bir shifokor, muhandis, yozuvchi, olim, barcha kasb egalari o'qituvchi qo'ldavoyiga yetadi. O'qituvchilik barcha kasblarning ildizi hisoblanadi. Boshlang'ich ta'lim bolaning shaxs sifatida shakllanishining eng muhim bosqichidir. Shu sababli bu jarayon innovatsion yondashuvlardan foydalanishni ta'lim samaradorligini oshirish juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Innovatsiya va ijodkorlik o'qituvchining kelajakka yo'lini ochadi. Yangi g'oyalar, yangi imkoniyatlar o'qituvchining ijodiy yuksalishi. Ijodiy o'qituvchi ta'limdagi islohotlarning asoschisi. Innovatsiyalarni tatbiq etish o'qituvchining yuksak vazifasi. O'qituvchining ijodiy salohiyati bilimlar to'g'risida yangi qarashlardir. Ko'ryapsizki, hurmatli talabalar, mana shu slaydimizda mana shu joyda innovatsion faoliyat, o'qituvchining ijodkorligi haqida chiroyli ta'riflar berib o'tilgan. Endi ta'limda o'qituvchining roli qanday? Zamonaviy ta'limda o'qituvchining innovatsion faoliyatiga o'rni kattadir. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarda ijodiy fikrlash, yangi g'oyalar va yechimlar topish qobiliyatini rivojlantiruvchi asosiy shaxsdir. Innovatsiya ta'rifi. Innovatsiya bu yangi fikrlarni, metodlarni, texnologiyalar yoki yondashuvlarni yaratish va qo'llashdir. O'qituvchining innovatsion faoliyati esa ta'lim jarayonini samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan yangi yondashuvlarni joriy qilishni anglatadi. Innovatsion faoliyatning o'qituvchiga ta'siri. Ijodiy potensial. Innovatsion faoliyat o'qituvchining ijodiy salohiyatini rivojlantiradi. Bu esa o'quvchilarga yangi va samarali metodlar orqali bilim berish imkoniyatini yaratadi. Motivatsiya. Innovatsion faoliyat o'qituvchining yangi yondashuv va metodlarni izlashga undaydi. Bu esa ularni ish faoliyatini yangilash va yangi imkoniyatlar yaratishga olib keladi. O'qituvchining innovatsion faoliyatda ijodiy imkoniyatlari. Pedagogik innovatsiyalar. Innovatsion pedagog texnologiyalarni joriy etish, masalan, onlayn ta'lim, interfaol metodlar, ko'p o'lchovli o'qitish, o'quvchilarni individual xususiyatlarini hisobga olish, texnologiyalarni qo'llash, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, smart taxta, interaktiv dasturlar, internet resurslari yordamida o'quvchilarga yanada samarali ta'lim bera oladi. Yangi pedagogik g'oyalar. Yangi ta'lim metodlarini ishlab chiqilishi o'qituvchining ijodiy yondashuvi orqali ta'lim jarayonida inqilobiy o'zgarishlarni amalga oshiradi. Mana bu yerda qiziqarli savollar bor. Yer yuzidagi eng qattiq modda qaysi? O'ylab turing, darsning oxirida javoblarni bilib olasiz. Innovatsion faoliyatda ijodiy imkoniyatlarni rivojlantirishda uchraydigan muammolar. Birinchisi resurslarning yetishmasligi, ikkinchisi o'qituvchining malakasizligi, uchinchi raqobatga to'g'ri kelmaslik, to'rtinchisi motivatsiyaning yetishmasligi. Ijodiy imkoniyatlarni rivojlantirish yo'llari nima? Ta'lim sohasida professional rivojlanish, ilmiy amaliy tadqiqotlar, hamkorlik va tajriba almashish. O'qituvchining innovatsion faoliyati. O'qituvchining ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirish yangi texnologiyalar va pedagog yondashuvlar orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon ta'lim sifatini oshirishga, o'quvchilarda innovatsion fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Muammolarni bartaraf etish. Innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun
zarur bo'lgan muammolarni bartaraf etish, resurslarni ta'minlash va o'qituvchilar malakasini oshirish muhim ahamiyatga ega. Tavsiyalar: o'qituvchilarga innovatsion faoliyat uchun doimiy malaka oshirish imkoniyatlarini yaratish, innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish uchun davlat va ta'lim muassasalari tomonidan qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish tizimini joriy etish, o'qituvchilarning ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirishda o'zaro hamkorlikni kuchaytirish. Keyingi savol: dunyoda eng ko'p gapiriladigan til qaysi? O'ylab turasiz buni ham. Intensiv va ekstensiv pedagogik tizimni takomillashtirish yo'llari. Ikki xil usulda mavjud bu. Intensiv yo'l pedagogik tizimni rivojlantirishni ichki imkoniyatlarini ishga solish hisobiga amalga oshiriladi. Ikkinchi yo'l esa ekstensiv yo'l. Pedagogik tizimni rivojlantirishga qo'shimcha kuchlar, investitsiyalar, ya'ni vositalar, jihozlar, texnologiyalar moliyalashtirish, kapital ta'minot asosida amalga oshiriladi. O'quv tarbiyaviy ishlarni takomillashtirishning asosiy yo'llarida o'quv jarayonini insonparvarlashtirish, ya'ni gumanizm. Darsni insonparvarlashtirishga e'tibor beramiz. Qarang, hamkorlik, talabaga g'amxo'rlik, e'zozlash, kechirimli bo'lish, o'z-o'zini rivojlantirishga muhit yaratish, psixologik sog'lom muhit yaratish, ijodiy muhit, do'stona munosabatda ish yuritish, talaba ehtiyoji, qiziqishi, shaxsiy fazilati iqtidorini ishga solish hisoblanadi. Mana bu yerda dunyodagi eng katta yomg'ir o'rmonining nomi nima? Siz dars davomida mana shunaqa qiziqarli savollarni ham tinglab borasiz. Zamonaviy pedagogik model nima? Tarbiyaviy, ma'naviy, madaniy faoliyat, shaxsiy kasbiy faoliyat, ilmiy faoliyat, innovatsion psixopedagogik metodologik faoliyat hisoblanadi. Yuksak madaniyatli individ, shaxs, subyekt, ijodkor. Mana bu yerda kalit so'zlari ham berilgan. O'z-o'zini boshqarish mexanizmi, o'qituvchining mahorati, ta'lim muassasalariga yangilik kiritishning bosqichlari, yangi g'oya, konsepsiya, dastur, tajriba, sinov, amaliyot, natija va tarqatishdan iborat. Talabaga qaratilgan shaxsiy ta'lim individuallashgan ta'lim hisoblanadi. Mana bu yerda Mirzo Ulug'bekning shunaqa gapi bor: o'zim o'qiyman, o'zim o'zlashtiraman, o'zimni rivojlantiraman. Mustaqil mutolaa qilish bilim manbai hisoblanadi. O'quv tarbiyada mana ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, o'quv tarbiyada motivatsiyani oshirish, o'quv materialini oshirish va mazmunini boyitish, sifat samaradorlikni oshirish omillarini qo'llash, ta'limda vaqtdan unumli foydalanish, ta'limda talabaning faolligi, mas'uliyatini, shaxsiy ishtirokini oshirish, o'quvchi ta'lim markazida bo'lishga erishish. Mana qiziqarli savollarimiz davom etyapti. Yulduzlar va chiziqlar qaysi davlat bayrog'ining laqabi hisoblanadi? O'quvchi shaxsiy kasbiy rivojlanishi nima? Pedagogik tizimni takomillashtirish, innovatsiya va ilg'or texnologiyalarni ta'lim jarayoniga olib kirish, an'anaviy pedagogikani yangi nazariy bilimlar bilan boyitish, talaba o'quvchining tabiati, qobiliyati, ehtiyoji va moyilligiga moslashish, shaxsga yo'naltirilgan ta'limni yo'lga qo'yish, intensiv, ekstensiv ta'limni yo'lga qo'yish, ta'limni modellashtirish, sinf dars tizimini takomillashtirish, yangilash, o'zlashtirish, baholash mexanizmini sinergetik asosda rivojlantirish. Innovatsion pedagogik tushunchalar. Innovatsiya so'zini bilamiz. Innovatsiya tushunchasi ingliz tilidan olingan bo'lib, yangilik kiritish. Innovatika esa yangilik yaratish, qonuniyatlarni o'zlashtirish va targ'ibotini o'rganadigan fan. Innovatsion jarayon bu yangilik kiritilishi va shart-sharoitlari, tizimni yangi sharoitlarga, ko'rsatkichlarga muvaffaqiyatli o'tishini ta'minlovchi o'zgarishlar hisoblanadi. Innovatsion pedagogik reja nima? Yaratilgan, tasdiqlangan innovatsion o'quv tarbiyaviy loyiha. Innovatsion pedagogik g'oya, tizimlashtirilgan pedagogik g'oyalar, o'quv jarayonini bashorat etuvchi ma'lumotlar. Innovatsion ta'lim sohasiga kiritilgan va kiritilayotgan yangiliklar. Innovatsion texnologiya bu nima? Pedagogik taraqqiyotni ta'minlashga qaratilgan tashkiliy faoliyat jarayoni hisoblanadi. Innovatsion ta'lim maskanlari nima? Yangi tizimdagi ta'lim muassasalari, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari, maktabgacha ta'lim maskanlari, ixtisoslashtirilgan sinflar, o'qituvchining innovatsion faoliyatini tashkil etish bosqichlari. Agar o'qituvchi
faoliyatda ish olib borishni yo'lga agar o'qituvchilarni faoliyatda ish olib borishni yo'lga qo'ysak, o'qituvchi yangilikka intiluvchanligi ularni yaratish, izlab topish, bankini yaratish, ko'nikma malakasini shakllanadi. Uzluksiz o'z mahorati ustida ishlash ko'nikmasiga ega bo'ladi. Innovatsion muhitda ilg'or texnologiyalarni interfaol usullarda ishlash malakasi paydo bo'ladi. O'qituvchilar motivatsiya, faollik, mas'uliyatni oshirish asosida talabani o'quv jarayonini harakatlantiruvchi kuchga aylantiradi. U o'z navbatida ta'limda sifat va samaradorlikni kafolatlaydi. Boya berib o'tgan savollarimiz birinchi javobi, dunyodagi eng qattiq modda bu olmos. Dunyoda eng ko'p gapiriladigan til bu Xitoy, mandarin va Xitoy tili. Eng yomg'irli o'rmon bu Amazon o'rmoni. Yulduzlar va chiziqlari ko'p bo'lgan yulduzlar va chiziqlar qaysi davlat bayrog'ini laqabi deb berilgan savol bor edi. Amerika Qo'shma Shtatlari. Bugungi darsimiz shu bilan yakun. Sog'lik, omonlikda ko'rishguncha e'tiborlaringiz uchun rahmat.